Hammaga assalomu alaykum. Hozir sizlar bilan Appian sozlamalarini yanada chuqurroq o'rganib chiqamiz. Undagi mobil operatorlarni tanlash nima uchun kerak va internet tezligini oshirishni ham ko'rsatib o'taman. Sozlamalar ustiga bosamiz. Mobil tarmoqlar va sozlamoqchi bo'lgan tarmog'imiz internetga ulanish nuqtalari nomlari. Har doimgidek bitta yangi Appian yaratib olamiz. Nomini kiritamiz. Appian ustiga ham xuddi shunday kiritamiz. Proxy port foydalanuvchi nomi odatda bo'sh qoladi. Parol, server, MMS kabi kategoriyalar ham bo'sh qoladi. IP manzillarimiz to'g'ri turibdi. Appian turi ham kiritilmagan, protokol ham to'g'ri. Kanallar, shu kanallar ustiga bosamiz. Ko'rsatilmaganni qayta belgilaymizda 3G, 4G, 5G kabi ko'plab tarmoqlarni yoqib qo'yishimiz mumkin. Shunda internet tezligimiz biroz bo'lsa-da tezlashadi. Yangi yaratgan Appian ustiga bosamiz. Internet tezligi bundan keyin yaxshilanishi, yanada tez ishlashi mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.